again. And now we are going to learn the alphabets and international transcription again. Assalamu alaikum savdoshlar, men Dilmurat muallim, biz yəna İngiliz dili dərsxanasida yüz görüşdük. Biz oldingi qitimliq mazmunlarimizda ingliz tilidagi tavuşlarni so'zlab kelgan edik. Bugun shu mazmunning oxirini davom etamiz. Ya'ni sizlar davom etganda biz bir anılsa oğa, bir anılsa ağa o'xshaydigan, biroq bu o chiqolmaymish, dilimizning mushardan boshlab anlagan bir tavushni ko'rgandik. Bugun shuning davomini sizlarga beramiz. Alaylik. Buni o'qiylik. Qanday o'qiydik? Buni qanday o'qiydik? Bunda bo'lsa, bu tavuşlar amaliy jumlada qaysi harf va harf birikmalarini o'qish ishlatıldı qarab baqaylik. O, A, R. Üçü birleşken vaqtda balki shu o o'qilishi mumkin. Alaylik, mana board deb qo'ysangiz bo'lmaydi. Board desangiz bo'lmaydi. Balki meshar deb turib og'zimizni yo'g'achib board. Mana blackboard. Lekin OOR ma'lum üçü bir tane birleşip kelsimi bunu aşağıda okuyumuz. Mana biz door deyishga bo'lmaydi. Door emas, balki door. Meshlardan boshlaymiz bu on. Mana floor deb o'qiladi. Lekin OUR ma üçer birleşip kelsimi aşağıda o'qilishi mumkin. Alaylik, four 4 degan gap bor. Lekin fourth 4-chi degan gap bularniki OURni o'qilishimi mushu tawush bo'ladi, tawush. Bunda olsa, biz bunu o'chirib o'tib, darsimizni davom etamiz arkadaşlar. Lekin ba'zi alayli ahvollarda A harfi bilan L harfi birlashib kelsimi, bu yerdagi L ning o'qilishi tushib qolib, L o'qilmay, balki O o'qilishi mumkin. Alayli, ma'narigiz o'lik deyishga bo'lmaydi. Ma'ni to'liq deyishga bo'lmaydi. Birinchisi walk, ikkinchisi talk. Lekin A harfi bilan U harfi birlashsimi, ba'zi vaqtlarda mushtaq o'qilib qolish ehtimolligi bor. Alayli, ma'narigiz sausage deyishga bo'lmaydi, balki sausage. A-U-O o'qiladi. Lekin A harfi bilan W birlashib kelsimi, hargiz O deb o'qishga bo'lmaydi. Balki bu W ning o'qilishi tushib qolib, berganlar O aylandi. Alaylar, ma'ni draw deyishga bo'lmaydi. Draw, O deb o'qiladi. Mana bu tipik bo'lgan bir turkum misollar hisoblanadi. Tavush o'rgangan vaqtda buni amaliy sözge ekirib, sözning qaysi harflari birlashib kelsa, mushundaq tavushda o'zgarib ketadi deganni o'rganish nihoyat muhim. Endi undan keyingi tavushlarimiz biz uchun bir qadar oson tavushlar. Masalan, alaylik, ma ikki bir guruh bor. Birini o'rganib olsak, endi birisini sozib qo'ysak ham bo'ladi. Yoki sozliqni o'rganib olsangiz, uni kesib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bular nihoyat oson. Savdoshlar ilgari ko'rib baqqan. Ba'zilari U deydi, ba'zilari U deydi, ba'zilari boshqa ishqilib yig'in o'qiyanlar. Bu amaliyotda dal sizlarga o'xshab qoladi. Bu nima? Men sen U deganga o'xshaydigan U. Birinchi, men ikkinchisini boshqa o'rganaylik. U. Men sen U dega U o'xshab qoladi. Ikkinchisi, mana boshqasi mushu qisqa o'qiganni so'zlagan tavush. Demek, bu tavuşlarga ziyade çıkmaslar kılışmamız zürriyeti yok. Kelidağın yerleri birincisi üzük, yani özerpe, yani U. İkincisi U bilen I birleşken harf. Üçüncü xil avval U bilen I birleşken avval. Muşu avvallarda muşu iki xil tavuş çıkılışı mümkün. Alayla, birincisi pull, push, blue. Qarsak bo'ldi, ma'nalarimiz blue I deyishga bo'lmaydi. Keyindagi I harfi o'qilmaydi. Tavuşda tushib qoladi. Glue bu o'xshash. Ma'vo fruit deyishga bo'lmaydi. Merdagi o'tirdagi A harfi o'qilmay tushib qoldi. Fruit. Lekin juicy deyishga bo'lmaydi, balki juice. Merdagi A yandan o'xshash. Lekin yana bir xil avval ikki O so'zning o'rtasida birlashib kelib qolsa, buni balki U o'qishimiz mumkin. Alaylik, look, book, cook, cool, food, foot, goose. Bularning ba'zilari so'zma, ba'zilari kasma. Biroq o'rtaq alohidligi har ikkilisi U. Mayli bo'lsin, mayli U bo'lsin, o'xshashlar U'ga aylanib ketgan so'z harflari hisoblanadi. Bunda biz davom turda mazmunimizni davom etaylik. Bizga birlarni savol berib tur. Savol nima deymiz inglizcha? Question. Okay. Mesela ögünüp boğan tavuşlarını tonup bağ deydi. Biz bunu tonup şümeyle belki okuluşunu pişikməş qılaylı.
Bu ta'sir emas. Nihoyatda oson o'rgangili bo'ladi. Aniki eng teglikisini bilmash qilib deydi. Qaranglar. Normal a'ni biz ham so'zing. Ikkinchisi, gelinizning mishadan boshlab o'qing. Uchinchisi, kesib o'ting ashini. To'rtinchisi, u'ni so'zib o'ting. Beshinchisi, normal u'ni ishtik o'qing. Mana bu tavushlar bizga ancha ig'ir kelib ketmaydi. Unda bo'lsa dersimizin devam ederiz arkadaşlar. Endi biz bugungi dersimizningki oxirida yana bir muhim bo'lgan mazmunni boshlab qo'yamiz. Uning keyindan davomli turda kelar qilma programmamizda buni davom etamiz. So'zuq tavuşlarning asosli qismi chiqib bo'ldi. Endi ashlarni biriktirib qo'shma so'zuq tavush yasashni o'rganamiz. Qaranglar. Birinchisi bilan birlashibdi. Bilan birlashib, bo'lishi mumkin emas. Bu bo'ladi. Ikkinchisi bilan birlashibdi. Bu birlashib bo'ladi. Uchinchisi bilan birlashibdi. Bu bo'ladi. Bularning hammasi o'rtaq alohidligi o'qqa vaqtda eng oxirgi qismiga anglamaqqa yil qo'shilgandek anglanadi. Alaylo qadar qoldirmas, qansildagi bilan o'xshab qoladi. Yana o'qilishi. İkincisi Uyghur tilidagi osmondagi oyga o'xshab qoladi. Uchinchisi o'ylaysan degandiki tafakkurdagi o'yga o'xshab qoladi. Buni o'rgansangiz bo'ladi. To'rtinchisi bilan birlashibdi. Buni deyishga bo'lmagan ekan, balki buni qanday o'qiymiz? Haliki mavjud bilan birlashibdi. Bu endi sal murakkab. Og'zimizni yo'g'on ichib olib, odan boshlab 360 gradus og'zimizni aylantirib, ondan keyin to'xtaymiz. Amsa bu 5 tane qo'shma so'zuq tavushni mana kishi qayta bir mashq qilaydi. Xatarligi bu el oxirgi tavush, bu sal tas. Yani yo'lbas o'xshab qolamdiki, o talaffuzi yo'lbasning ovoziga dal shu, Mana bu bizningki bugun so'raydigan qo'shma so'zuq tavushlarimiz hisoblanadi. Qo'shma so'zuq tavushlarininki amaliy mashqi hamda chiqadi. Bunda arkadaşlar, bugün biz dersimizde İngiliz tilidagi so'zuq tavushlarininki yana bir qism muhimlarini o'rgangandan so'ng yangi mazmunni boshlab oldik. Nima? 5 tane muhim bo'lgan qo'shma so'zuq tavush. Bu qo'shma so'zuq tavushlarininki amaliy mashq va undan keyingi davomli muhim bo'lgan bir qism mazmunlarni biz kelar qilma programmamizda do'stlar bilan davomli o'rtoqlashamiz. Men Murat Muallim, bu cctv.com İngiliz tili darsxonasi. Unda olsa biz kelar qilma programmamizda davomli do'stlar bilan birga bo'lishni istaymiz. Ko'pchilik rahmat, kelar sonda ko'rishaylik. See you later. Goodbye.